Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning mush vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın himayesinde ve Dünya Uyghur Kurultayı'nın öz içine algan 25 kişilik hukuk teşkilatının sponsorluğunda 5. April'dan 6. April'gacha Janviyatga xalqaro konferans markazida o'tkazilgan 2022 yillik Janviyat kishilik huquq va demokratiya munbir yig'iniga qatnashgan Uyg'ur harbiy tashkilotining raisi Ravshan Abbos xonim va uning yo'ldoshi Amerika Uyg'ur tadqiqot markazining mudiri Abdulhakim Idris Efendi 8. April kuni yana Amerikaning Janviyatga Birleşken Devletler Teşkilatı'da turishliq alayda elchisining uyushtirishi bilan Amerikaning Janviyatga bosh elchixonasida o'tkazilgan Uyg'urlar masalasi haqida yumaloq ustal yig'iniga qatnashib, Onunğa yaqin dövlətlərin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatında vəzifə ötəyotqan diplomatlarga Xitayning irqiy qirg'inchiligi haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Ravshan Abbos xonim yumaloq ustal yig'inida oldi bilan Uyg'urlarning hozirgi ig'ir vaziyati, Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan irqiy qirg'inchilik siyosati va dunyodagi har qaysi ellarning buningga bo'lgan pozitsiyasi va tadbirlari to'g'risida ma'lumot berish bilan birga, bundan keyin Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatıning bu vaqtda nimalarni qilishi kerakligi to'g'risidagi talablarini o'ttirg'a qo'ydi. Ravshan Abbos xonim so'zida bo'lib, atalmish Uyg'ur Avtonom rayoni Kompartiyasining bosh sekretari Chin Chuanguning o'rniga Mashingru kelgandan keyinmi irqiy qirg'inchilikning davomlashayotganligini alayda ta'kidlab o'tdi. Yumaloq ustal yig'inida Ravshan Abbos xonim va Abdulhakim Idris Efendi yig'iniga qatnashgan har qaysi ellar diplomatlarining Uyg'urlar haqida turli savollarga javob berish bilan birga, Birleşmiş Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komissarligining Uyg'urlar to'g'risida o'tgan yil e'lon qilishga tegishli bo'lgan kishilik huquq tafsandachiligi to'g'risidagi dokladning texnicha e'lon qilinmaganligidan afsuslanganligini ifoda qilishdi. Ravshan Abbos xonim va Abdulhakim Idris Efendi bu qadimgi Janviyat ziyorati jarayonida yana Janviyat shartiga munosabatli organlar va xalqaro kechirim tashkilotining mas'ullari bilan ko'rishib, bundan keyin qanday hamkorlashish to'g'risida muzokara olib bordi. Bo'lib Ravshan Abbos xonimning 6 aprel kuni 2022 yillik Janviyat kishilik huquq va demokratiya munbir yig'inida qilgan so'zi yig'in ahlining kuchli olqishlarga sazovor bo'lib qolmay, bir qism g'arb matbuotlarining diqqatini jalb qilgan. Fransiyadagi ba'zi muhim axborot kanallari o'z sahifalarida uning so'zlariga alohida o'rin bergan edi. Ravshan Abbos xonim mazkur yig'inda qilgan nutqida Birleşmiş Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy komissari Michel Bachelet xonimning Birleşmiş Devletler Teşkilatı kishilik huquq oliy kengashi tomonidan allburun hozirlab bo'lingan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqidagi tekshirish dokladini toki hozirgacha kechiktirib e'lon qilmaganligini qattiq tanqidlash bilan birga Michel Bachelet xonim sizni Xitoy kontrol qilib oldimi qanday deb savol qo'ygan. Fransiyaning dunyodagi har turli jiddiy masalalarni asosli xabar qilib tarqatadigan Fransiya 24 nomli xalqaro televiziya kanali 7 aprel kuni o'z sahifalarida Uyg'ur harakati Birleşmiş Devletler Teşkilatı'nın Xitoyga tutgan pozitsiyasi kishini ümidsizlantirdi nomli bir maqola e'lon qilgan. Maqolada Ravshan Abbosning Birleşmiş Devletler Teşkilatı'da qilgan so'zlaridagi ba'zi keskin iboradan naql keltirilib, Uyg'urlarning Birleşmiş Devletler Teşkilatı'dan qattiq ümidsizlanganligi ilgari surilgan. Maqola dağınlıq bir kishilik huquq faoliyatchisi Birleşmiş Devletler Teşkilatı kishilik huquq kengashining mas'ulini Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilishda intayin mas'uliyatsizlik qildi deb aybladi. Birleşmiş Devletler Teşkilatı'ni allburun hozirlab bo'lgan Uyg'urlarga oid uzun sayfalik dokladni darhol e'lon qilishni talab qildi degan jumla bilan boshlangan. Ondan Ravshan Abbosning men uningdan intayin ümidsizlandim. Sharq Turkistonda hozirmi irqiy qirg'inchilik yuz beryotdi. Irqiy qirg'inchilik masalasida betaraflik degan narsa mavjud emas degan iborasini ta'kidlagan. Maqolaning u nimani saqlayotdi nomli bo'ligida Birleşmiş Devletler Teşkilatı kishilik huquq kengashining mas'uli Michel Bacheletning o'tgan yil avgust oylarida bitib bo'lgan Uyg'urlarga oid dokladni Xitoyning to'sqinligi sababli hozirga qadar e'lon qilinmaganligi. Buningga bu yil 5 oyda Sharq Turkistonda ilib boradigan ziyoratini bahona qilib ko'rsatganligi izohlangan bo'lib, Ravshan Abbosning bu doklad Michel Bacheletning Sharq Turkistonni ziyorat qilishidan muhim. Uningda Uyg'urlar uchrayotgan zulmlarga doir nurg'un dalil isbotlar bor. Uning ziyorati Uyg'urlar uchun foydali emas, balki zo'r darajada ziyonli. Chunki Xitoy yolg'on sahna yasab uni aldaydi. O'z tashviqotlariga dasmoy qilib oladi deganligi eskartilgan. Dünya Uyghur Qurultayı Qonun Komitetining mudiri Mehmet To'xta Apandi riyosatchilik qilayotgan Kanada Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishi Kanadadagi boshqa 27 kishilik huquq tashkiloti bilan birlikda 11 aprel kuni Uyg'ur majburiy amgakiga chetishlik mahsulotlarini Kanadaga import qilayotgan 14 xalqaro shirkat ustidan Kanada bosh ministri Justin Trudeau tomonidan qurilgan va chet elga chetishlik kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlari ustidan mustaqil tekshirish olib boradigan organga arznoma sundi. Kanada Uyg'ur haqlarini himoya qilish qurilishining boshlamchiligida hozirlab sunilgan qonuniy arznoma jami 98 betlik bo'lib, arznamada 14 xalqaro shirkatning Uyg'ur majburiy amgakiga chetishlik mahsulotlarini Kanadaga import qilganligi munosabatlik ko'p taraflamalik dalil isbotlar o'rin olgan bo'lib, arznamada yuqorqi shirkatlar ustidan jiddiy tekshirish olib berish va Uyg'ur majburiy amgakiga chetishlik mahsulotlarining Kanadaga import qilinishini cheklash, buningga amal qilmagan shirkatlarga jazo tadbirlarini yo'lga qo'yish talab qilingan. Bu vaqtdagi xabar Kanada matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Bundan ilgari Dunyo Uyg'ur Qurultiyi Angliya tamojnasi va Germaniyadagi ba'zi shirkatlar ustidan yuqorqi mazmunda sudga arznoma sungan bo'lib, bu vaqtdagi sudlar hozirgacha davom qilmoqda.
Yangi Arab torining 10 aprel bergan xabardan ma'lum bo'lishicha Xitoy doktorlari muhim ichki organlarni tirik bemorlardan kesib ilib, ularning o'lishini keltirib chiqaradi ekan. Xabarda ko'rsatilishicha oldin qabti e'lon qilingan bir ilmiy dokladda ikki tadqiqotchining bu vaqtda bergan bayoni naql keltirilgan bo'lib, bemor deyilgan o qurbonlarning ko'pinchisining Uyg'ur tutqunlariga o'xshash mahbuslar bo'lish ehtimoli yuqori ekan. Avstraliya davlat universiteti siyosat va xalqaro munosabatlar doktori Matteo Robertson bilan Isroilga a'zo ko'chirish ilmiy jamiyatining a'zosi professor Jacob Lowry qatorliqlar o'pka va yurak a'zolarini ko'chirish operatsiyasiga oid 2800 parcha xitoycha maqolani tahlil qilgan bo'lib, hayron qolarli ko'p operatsiya misollariga asosan ichki a'zolarning tirik odamning badanidan ilinganligini bayqagan. Dokladida bundaq yozgan: Biz 71 parcha maqolda bayqagan isbotlar shuni aniq ko'rsatdiki, ular a'zolarini sug'urib ilishdan ilgari bemorlarning mangisi texi o'lmagan. Nihoyat ro'shanki, bu operatsiyani qabul qiluvchilar cho'qim mahbuslar. Bu dokladning e'lon qilinishi Sharq Turkistondagi necha million lager tutqunlari va turma mahbuslarining xohlagan chog'da organ ta'minlashga va o'lishga majbur bo'ladiganligi haqidagi andishini paydo qilgan. Egilnishi turma va lagerlardagi Uyg'urlarning biologiyalik uchurlari Xitoyning uchur ombiriga bevosita ulangan bo'lib, qaysi tipdagi organ tepilib qolsa shu inson qurbonlik nishoniga aylanadi ekan. Kuzatuvchilarning qarashicha Xitoy garchi 2014-yilda tutqun qilinganlarning badanidan organ ilishni to'xtatganligini bildirgan bo'lsa-mu, o'limga hukm qilinuvchilarning badanidan organ yig'ilishini davomlashtirgan. Undan boshqa Uyg'urlardan tutqun qilinganlarning organlarini yig'ib halol organ savdosi qilgan. Bu doklad Xitoyning bu qonliq jinoyatni texmo keng doirada texmo vahshiy usulda davomlashtirayotganligini ko'rsatib beradi ekan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komiteti a'zolari Dunyo bankisining boshlig'i David Malpasga xat yozib, xalqaro pul muomala shirkatlarining Xitoydagi kishilik huquq tafsandachiligiga chechishliq 4 shirkatga qarz berganligidan andish qilayotganligini bildirgan. Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining tor betida 11 aprel e'lon qilingan bu xatga Amerika Davlat Majlisi Kengash palata a'zosi Jeff Merkley, Xitoy ishlari ijroiya komiteti raisi James McGovern qatorliqlar imzo qo'ygan bo'lib, xalqaro pul muomala shirkatlarining Sharq Turkistondagi majburiy emgak, yer setilish, milliy kamsitish, muhit va madaniyat buzg'unchiligiga chetishliq shirkatlarga yordam qilishni to'xtatishga chaqirgan. Bu xatda Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari ijroiya komitetining Xitoyning jinoyatiga oid hujjatlari tilga ilingandan keyin mundaq deyilgan. 2018-yildan buyon Uyg'ur avtonom rayonida qurilgan cho'ng lagerlarning majburiy emgakka chetishliq ishkanligi haqida ko'plab xabarlar berildi. Chunki yerlik hukumat burun tutilgan, keyin tutilganlarning hammasini qul qilib ishlatgan. Ba'zilarini Uyg'ur rayonidan sirtqa yo'tkab ishlatgan hamda buni nomrodlikni yo'lash deb atagan. Uyg'urlar va boshqa turkiy musulmonlarni qul qilib ishlatgan zavodlar hatto lagerlarning ichiga turmalarning yeniga silingan. Bu xatda xalqaro pul muomala shirkatlarining Sharq Turkistondagi kishilik huquq tafsandachiligiga chetish shirkatlarga oz deganda 486 million dollar pul ta'minlanganligi. Amerika hukumati va xalqaro shirkatlar Sharq Turkistondagi qabih zo'ravonlikni, irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitgan turuqliq, xalqaro pul muomala shirkatlarining buningga amal qilmaganligi, hatto o'zlarining kasbiy o'lchamiga rioya qilmaganligi o'tirg'a qo'yilgan. Ondan xalqaro pul muomala shirkatlarining savdo axloq o'lchamiga rioya qilib, Sharq Turkistondagi kishilik huquq jinoyatiga sherik bo'layotgan shirkatlarga qarz bermasligini talab qilgan. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini oqlab, Xitoy hukumati payg'ambar alayhissalomning sunnati bo'yicha ish qilyotdi deb chalvo qilgan Pokiston bosh ministri Imron Xonning 10 aprel kuni parlamentning qo'llashiga erishamay taxtini qo'llab tushishi kishilik huquq tashkilotlarini va muhojiratga Uyg'urlarni alohida suyundirdi. Ko'plagan xalqaro taratqularning xabar berishi Imron Xon ilgari parlamentda taqib etib, boldir saylam o'tkazish orqali ilgari o'ziga xiris paydo qilgan siyosiy raqibining yo'lini to'smoqchi bo'lgan. Ammo Pokiston Oliy sudi o'qituvchi partiyasining iltimosini qabul qilib, bosh ministerga ishonmaslik beltini tashlash qarori bergan. Imron Xon 2018-yil Pokistonning bosh ministri bo'lib saylangandan beri Pokistonda ko'zga ko'rinarli natija yaratolmagan. O'qituvchi partiyalar uni iqtisodni boshqaramadi deb ayblab, vazifasidan qoldirishga urinib kelgan hamda ko'p sonli parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan. 10 aprel kuni Pokiston parlamenti bilet tashlash orqali Imron Xonni bosh ministerlikdan qoldirgandan keyin o'qituvchi partiya raisi Shahboz Sharifni yangi bosh ministerlikka saylagan. Pokiston Musulmonlar birligi partiyasining raisi bo'lgan Shahboz Sharif Pokistonning sobiq bosh ministri Nawaz Sharifning inisi ekan. U yangi hukumat tashkillab 2023-yil umumiy saylan bo'yicha vazifa o'taydi ekan. Imron Xon bosh ministerlik vazifasini o'tagandan beri Xitoy bilan zich hamkorlashib kelgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini qo'llagan hamda 27-mart kuni 100 minglagan qo'llovchilarga qilgan so'zida Xitoyni maqtab, Xitoy hukumati payg'ambar alayhissalomning sunnati bo'yicha ish qilyotdi degan edi. Musulmon kuzatuvchilar Imron Xon Pokiston Islom Jumhuriyatining bosh ministri bo'lish sifati bilan islomga qarshi urush ochgan kommunist Xitoyni payg'ambar alayhissalomning sunnati bo'yicha ish qilyotdi deyishi islom dinining ruhiga va tub prinsiplariga og'ir darajada xilof qilmish ekanligini ilgari surmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Yolda sudek aktı bizning qinimiz sen uchun ey yurt
vatanimiz, fida bulsun